Yana bir bor salom berdik. Azizlar, bugungi dasturimizda Real Madridning braziliyalik futbolchisi Rodrigo haqida gaplashamiz. Yashil maydon kanaliga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Biz boshladik. Rodrigo Silva de Gois 2001-yil 9-yanvarda tug'ilgan. U futbol olamida shunchaki Rodrigo nomi bilan tanilgan braziliyalik professional futbolchi bo'lib, hozirda Ispaniyaning Real Madrid klubi va Braziliya milliy terma jamoasida vinger sifatida top suradi. Rodrigo o'z futbolchilik faoliyatini Braziliyaning Santos klubida boshlagan. U 2019-yilga qadar ushbu jamoa safida 80 dan ortiq uchrashuv o'tkazib, 17 ta gol muallifi bo'lgan. Aynan shu yili u Real Madrid klubiga qariyb 45 million yevro evaziga transfer qilingan. Xalqaro maydonda Rodrigo Braziliya terma jamoasida ilk bor 2019-yilda, atigi 18 yoshida debyut qilgan. Rodrigo Braziliyaning San Paulo shtatiga qarashli Osasco shahrida tug'ilgan. U 2011-yilda 10 yoshida Santos akademiyasiga qabul qilinadi va dastlab futsal jamoasida shug'ullanadi. 2017-yilning mart oyida esa Libertadores Kubogi doirasida Sporting Cristal'ga qarshi o'yin oldidan bosh murabbiy Dorival Junior tomonidan asosiy jamoa mashg'ulotlariga chaqiriladi. 2017-yilning 21-iyulida Rodrigo 5 yillik professional shartnoma imzolaydi. Shu yilning noyabr oyidan boshlab vaqtinchalik murabbiy Elano uni asosiy tarkibga jalb qila boshlaydi. Rodrigo seriyadagi ilk rasmiy o'yinini 2017-yil 4-noyabr kuni Atletico Mineiro'ga qarshi bahsda o'tkazadi. Ushbu uchrashuvda Santos 3-1 hisobida g'alaba qozonadi va Rodrigo zaxiradan maydonga tushadi. U o'zining ilk professional golini 2018-yilning 25-yanvarida Ponte Pretaga qarshi o'yinda uradi. So'nggi daqiqadagi bu gol jamoasiga g'alaba keltiradi. 2018-yilning 15-iyunida Real Madrid klubi Rodrigo transferi bo'yicha Santos bilan kelishuvga erishadi. Futbolchi 2019-yilning yozida Madridga ko'chib o'tadi va 2025-yilgacha mo'ljallangan shartnoma imzolaydi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, transfer summasi 45 million yevroga teng bo'lgan. Rodrigo Real Madrid safidagi ilk golini 2019-yilning 25-sentabrida Osasuna'ga qarshi o'yinda uradi. Qizigi shundaki, u maydonga tushganidan atigi 1 daqiqa o'tib gol muallifiga aylanadi. 2019-yilning 6-noyabr kuni Rodrigo Chempionlar Ligasida Galatasaroyga qarshi bahsda hat-trick qayd etadi va yana bitta golli uzatma ham amalga oshiradi. Shu tariqa u turnir tarixida hat-trick qilgan ikkinchi eng yosh futbolchi bo'ladi hamda 21-asrda tug'ilib, Chempionlar Ligasida gol urgan birinchi futbolchi sifatida tarixga kiradi. 2020-yilning 3-noyabrida Rodrigo Chempionlar Ligasida Interga qarshi o'yinda hal qiluvchi golni kiritib, jamoasiga g'alaba olib keladi. 2022-yil Chempionlar Ligasi chorak finalida Chelsea ga qarshi javob o'yinida zaxiradan maydonga tushib, muhim gol uradi va Real Madridni qo'shimcha bo'limlarga olib chiqadi. Shu mavsum yarim finalida Manchester Cityga qarshi bahsda esa Rodrigo 89 va 91 daqiqalarda ketma-ket 2 ta gol urib, deyarli imkonsiz vaziyatda jamoasini finalga olib chiqadi. Natijada Real Madrid Chempionlar Ligasi g'olibiga aylanadi va Rodrigo Madrid muxlislari orasida haqiqiy qahramonga aylanadi. Terma jamoa miqyosida Rodrigo 2017-yilda Braziliyaning 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoasida Montego turnirida qatnashadi va bir nechta muhim gollar muallifi bo'ladi. 2019-yil noyabr oyida esa u Braziliya kattalar terma jamoasiga ilk bor chaqiriladi va Argentinaga qarshi Superklassikoda maydon Bugungi kunda Rodrigo Real Madridning eng muhim futbolchilaridan biri hisoblanadi. U tezligi, texnikasi va so'nggi daqiqalardagi hal qiluvchi gollari bilan zamonaviy futbolning eng yorqin yulduzlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Azizlar, Rodrigo hali yosh va uni oldinda buyuk kelajak kutyapti. E'tiboringiz uchun rahmat.